Assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan tezkor aviya. Bugun sizlarga Namanganga ortga qaytuvchi reyslar, obratga reyslar bilan tanishtirib o'tamiz. Sizlar ungacha YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimiz sizlar uchun manfaatliroq bo'ladi. Xo'p, Sochidan Namanganga uni bagajligi 2 million 150 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 1 million 950 ming so'm chiqadi. Sochidan uchadigan vaqti ertalab 9:15 da, Namanganga kelib qo'nadigan vaqti 15:00. Irkutskdan Namanganga uni bagajligi 2 million 200 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 2 million so'm chiqadi. Irkutskdan uchadigan vaqti 16:00 da, Namanganga kelib qo'nadigan vaqti 17:40 da. Hop, Sankt-Peterburgdan Namanganga uni bagajligi 2 million 950 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 2 million 650 ming so'm chiqadi. Sankt-Peterburgdan uchadigan vaqti 14:55 da, Namanganga kelib qo'nadigan vaqti 21:55 da. Unicodan Namanganga uni bagajligi 2 million 100 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 1 million 900 ming so'm chiqadi. Unicodan uchadigan vaqti ertalab 9:55 da, Namanganga kelib qo'nadigan vaqti 16:15 da. Hop, Samaradan Namanganga uni bagajligi 2 million 300 ming so'm chiqadi. Bez bagaji 2 million 100 ming so'm chiqadi. Samaradan uchadigan vaqti 22:20 da. Namanganga kelib qo'nadigan vaqti 19:50 da. Akalar, sizlarga arzon aviabiletlar narxi bilan tanishtirib o'tdim. Kimga qanaqa arzon aviabiletlar zarar bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Telegram, WhatsApplarimiz ham ishlayapti. Bizning manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahal ro'parasida. Masofamiz uzoq bo'lsa, onlayn aviabiletlarni ham rasmiylashtirib beraveramiz. Telegram yoki WhatsAppdan pasportlarning rasmini tashlasangiz, biz sizlarga aviabiletlarni rasmiylashtirib onlayn variantini Telegramlaringga tashlab beramiz. To'lovini klik orqali to'lov qilasizlar.